Nega bo'rilar sirkda tomosha ko'rsatmaydi? Bo'rilar haqida hayratlanarli faktlar. Hech sirkda bo'rini ko'rganmisiz? Bir emas, bir nechtalab yo'lbars yoki sherlar bitta hayvon o'rgatuvchining buyrug'ini bajaradi yoki ayiq, hatto velosiped haydaydi. Ammo ulardan jussasi ancha kichik bu kulrang yirtqichni sirk arenasida uchratmaymiz. Nega? Bugun sizga ana shu haqda ma'lumot beramiz va mag'rur jonivor bo'rining hayot tarzi hamda u haqdagi qiziqarli faktlar bilan sizni tanishtiramiz. Bo'ri hayoti. Bo'ri juda makkor va xavfli yirtqich. Tashqi ko'rinishi xonaki itlarga o'xshagani bilan ular itlar oilasiga mansub har qanday qarindoshidan ayyor va tajovuzkordir. Boshqa turdagi qarindoshining kekirdagini uzib olish uchun unga atigi bir necha soniya kifoya qiladi. Bu jonivorni amalda qo'lga o'rgatib bo'lmaydi. To'g'ri, uzoq vaqt qafasda saqlangan bo'ri ertami-kech hayvon o'rgatuvchining buyruqlarini bajaradi, lekin bu aldamchi bo'ysunishdir. U valier to'sig'ini tark etgan zahoti ozodlikka intiladi. Bunga shu darajada harakat qiladiki, u nafaqat hayvon o'rgatuvchisiga, balki ko'zi tushgan har kimga tashlanishi mumkin. Istisno. Biroq ba'zan istisnolar ham bo'lib turadi. Buning uchun ishga jiddiy va mas'uliyat bilan yondashish kerak. Buni Perm davlat sirki hayvon o'rgatuvchisi Yekaterina Karinkova isbotlagan. Endigina 18 yoshga to'lgan bu qiz 1995-yili bo'rilarni o'rgatish dasturi ustida ishga kirishadi. Yekaterina kulrang yirtqichlar ham sadoqat va yoqimtoyligini namoyish qila olishini isbotlashga erishgan. Buning uchun odam bo'rini bolaligidan asrab olishi kerak. Faqat ular bilan ishlash juda katta mehnat talab etadi. Kerakli natijaga esa har qanday hayvon o'rgatuvchi ham erisha olmaydi. Eng avvalo hayvonni o'rgatishdagi qiyinchilik har bir jonivorga alohida yondashuvni izlab topish bilan bog'liq. Ustiga ustak bo'rilar yakkalikda nihoyatda xavfli va yuraksiz bo'lib qoladi. Ular ko'p to'plangan odamlardan, yorqin nurdan, baland tovushlardan, olqishu qarsaklardan qo'rqishadi. Lekin to'da orasida bo'lganda bu yirtqich har qanday dushmanga tashlanishi mumkin. Hatto u kuch-quvvat, chaqqonlik va tezkorlik borasida bo'ridan ustun bo'lsa ham. Boz ustiga bo'rilar makkor va kek saqlovchi. Hayvonni jismoniy jazolash qat'iyan man etiladi. Ular o'zini bo'ysunayotgandek ko'rsatishi, keyin kutilmaganda tashlanib qolishi hech gap emas. Hatto yaxshilab qo'lga o'rgatilgan bo'ri ham kamdan kam hollarda gastrolga chiqadi, negaki notanish arena, yorug'lik, hid va tovushlarga moslashga qiynaladi. Karinkova bo'rilar sirkda tomosha ko'rsatmaydi degan gap unchalik ham to'g'ri emasligini isbotladi. Bo'rini qo'lga o'rgatish, unga harakatlarni bajartirish mumkin, faqat bu juda og'ir mehnat. Ishni esa o'zi boqib katta qilgan jonivor bilan olib borish shart. Shu bois hayvon o'rgatuvchilar o'ziga xos fe'l-atvorga ega bo'rilardan ko'ra itlar bilan shug'ullanishni afzal ko'rishadi. Bo'ri dunyo xalqlarining ertak va afsonalarida ishtirok etadi. Bir zamonlar bu yirtqich juda keng tarqalgan hayvon edi. Hozirgi kunga kelib uning soni keskin kamaygan. Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerikada tarqalgan. O'zbekistonning cho'l, dashtlari, o'rmon, to'qay va tog' etaklarida tarqalgan. Qor va muz bilan qoplangan baland tog'lar va tundrada ham yashaydi. Bo'ri qoyalar orasiga, to'qaylik va jarliklarga, quruq qamishzorlarga in quradi. Tulki inlaridan ham foydalanadi. Bo'ri inida bolalaydi va bolalarini parvarish qiladi. Bo'rilar keng diapazonli ovoz orqali o'zaro muloqot qiladilar. Masalan, irillashi, salomlashishni, o'kirishi, jahlni, uvillash, xavotir, ba'zan esa hayajonni bildiradi. Eng mashhuri uning uvillashidir. Yolg'iz bo'ladimi, to'dasi bilanmi, tunda bo'ladimi yoki tongdami, bo'ri uvillashi bilan o'zining borligini bildirib turadi. Bo'rining dumi, quloqlari, lablari va bo'rining holati boshqa bo'rilar uchun qo'rquv, hurmat va jahlni bildirib turadi. Masalan, to'da sardori o'zining ustuvorligini bildirish uchun haykal ko'rinishiga kiradi.
Oyoqlarida qattiq turgan holda dumini ko'taradi, quloqlarini ding qiladi va qotib qoladi. Boshqa bo'rilar esa uning qarshisida yig'iladilar yoki bellariga yotib, oyoqlarini tepaga ko'taradilar va bu bilan o'zlarining bo'ysunganlarini ko'rsatadilar. Bo'rilarning ko'z olmalari qorong'uda ham ko'ra olish imkoniyatini beradigan maxsus ko'z pardasi bilan qoplangan. Shu sababli ularning ko'zlari o'tkir zehnga ega va yaltirab turadi. Bo'rilar to'dada 7-20 nafar bo'lib yashashadi. To'dani ustunlikka ega bo'lgan juftlik boshqaradi. To'da sardori qaror qabul qiladi, qolgan bo'rilar esa unga bo'ysunadilar. Endi esa sizga bo'rilar haqidagi eng hayratlanarli faktlarni taqdim etamiz. Birinchi fakt: bo'ri 9 kilometr uzoqlikdagi tovushni bemalol eshita oladi. Ikkinchi fakt: qadimiy vikinglar jangga otlanishidan oldin jangovar ruhga ega bo'lish uchun bo'rining qonini ichgan. Uchinchi fakt: bo'ri 200 million xil hidni bir-biridan ajrata oladi. To'rtinchi fakt: bo'rining bolalari hamisha moviy ko'z bilan tug'iladi, faqat 2-3 oylikdan so'ng ko'zlari qorayadi. Beshinchi fakt: bo'rivachchalar onadan kar va so'qir holda tug'iladi. Oltinchi fakt: agar bo'ri och bo'lsa, bir o'tirishda 10 kilogramdan ko'proq go'shtni paqqos tushiradi. Yettinchi fakt: bo'rilar suvda suzishni juda yaxshi o'zlashtirgan. Ular 15 kilometr masofagacha to'xtamasdan suzib bora oladi. 8-chi fakt: qadimiy Aztek qabilalari melanxoliya xastaligiga qarshi kurashda bo'ri jigaridan unumli foydalanishgan. 9-chi fakt: qadimda yevropaliklar ayollar tug'ruq jarayonida og'riq kamroq bo'lishi uchun bo'ri jigaridan maxsus kukun tayyorlashgan. 10-chi fakt: agar bolasi qopqonga tushsa, odamlar qo'lida azoblanmasligi uchun ona bo'ri yo ota bo'ri bu bolasini o'zi yeb qo'ya qoladi. 11-chi fakt: bo'ri itni ko'rib qolsa, unga qarindosh sifatida emas, balki o'lja sifatida munosabat yuritadi. 12-chi fakt: erkak bo'ri urg'ochisiga juda sadoqatli juft sanaladi. U urg'ochiga so'nggi nafasi qolguncha xiyonat qilmaydi, faqat urg'ochisi o'lsagina juftini almashtirishi mumkin. 13-chi fakt: bo'ri tirnog'ini yerga ishqalagan holda o'tkirlaydi. 14-chi fakt: bo'ri so'zi yapon tilida buyuk xudo ma'nosini beradi. 15-chi fakt: bo'ri o'ziga o'lim xavf solayotganini sezib tursa ham, birinchi navbatda yaqinlarini xavfdan xalos etishga intiladi. O'n oltinchi fakt: bo'rilar o'rmon sanitarlari hisoblanadi, chunki o'rmonda yashash jarayonida tevaragini xasta hayvonlardan tozalab turadi. 17-chi fakt: bo'ri tulkini o'ldirishi mumkin, ammo yemaydi. 18-chi fakt: bo'ri bolasining tishlari endi chiqish pallasiga kira boshlaganda, ona bo'ri tili bilan milklarni artib tozalab chiqadi. Bugun bo'rilar haqida bilmaganlarimizni bilib oldik. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Bundanda foydali va hayratlanarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirishda davom etamiz.